Bismillahirrahmanirrahim. Sura Layl. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Val-layli idha yaghsha. Qorong'uliqi olamni qoplagan kecha bilan qasamki. Wan-nahari idha tajalla. Yo'rg'on chog'diki kunduz bilan qasamki. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى. Ayolni yaratgan zot Alloh bilan qasamki. Inna sa'yakum lashatta. Sizlarning amalinglar shak shubhisiz xilmu-xildir. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. Pul melini Allohning roziligi uchun sarf qilgan, taqvodorlik qilgan, صَدَّقَ بِالْحُسْنَى. kalima tavhidni tasdiq qilgan odamga kelsak, سَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. uningga biz yaxshi yo'lni muyassar qilib beramiz. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى. Bexillik qilib Allohning savobidan o'zini behojat hisoblagan, وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى. kalima tavhidni inkor qilgan odamga kelsak, سَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. biz uningga yomon yo'lni muyassar qilib beramiz. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. U do'zaxga tashlangan chog'da uning meli hech narsaga asqatmaydi. İnne aleyna lel-huda. To'g'ri yo'lni ko'rsatishga shak shubhisiz biz mas'ulmiz. Ve inne lana lel-ahirete vel-ula. Dunyo va oxirat shak shubhisiz bizning ilkimizdir. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى. Sizlarni lavuldab turgan o'tdan ogohlantirdim. لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى. Uningga faqat haqni inkor qilgan, الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى. iymondan yuz o'rgan odamlar kiradi. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. Paklanish uchun mol mulkini yaxshilik yo'llariga sarf qiladigan odam, الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. uningdan ya'ni o'tdan yiroq qilinadi. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى. Uning qilgan yaxshiligi birovning yaxshiligini yondirish uchun emas, إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى. faqat ulug' Parvardigorining roziligi uchundir. وَلَسَوْفَ يَرْضَى. U ya'ni ehson qilg'uchi odam Parvardigorining bergan mukofotidan cho'qim rozi bo'ladi.